Bilasizmi, dunyo bo'ylab ko'plab insonlar foydalanadigan 300 dan ortiq tilda ishlaydigan yagona onlayn ensiklopediya bu Wikipediyadir va aynan mana shu platforma orqali o'zingizga kerak bo'lgan ko'plab ma'lumotlarga va savollarga javob olishingiz mumkin. Va savol tug'iladi, o'zbek tilidagi Wikipediyada qancha ma'lumotlar o'rin olgan va u kimlar tomonidan to'ldirib boriladi. Hozirgi lavhamiz ana shu mavzuda. Marhamat. Bugun sizga butun O'zbekiston yoshlarini birlashtirgan loyiha haqida hikoya qilamiz. 2022-yilda boshlangan Wiki Marafon loyihasi sabab bugun jahon internet tarmog'ida o'zbek tilidagi maqolalar soni 331 mingdan oshdi. Sun'iy intellekt rivojlangan bir paytda Wikipediyadan ma'lumot qidirishning nima keragi bor deb o'ylayotgan bo'lsangiz, sun'iy aql o'zbek tilidagi ma'lumotlarni aynan Wikipediya saytidan bizga uzatadi. 2022-yilda boshlangan harakatlar natijasi o'laroq O'zbekiston dunyo reytingida saytdagi maqolalar soni bo'yicha 38-o'ringa ko'tarildi. Loyiha boshida yurtimiz yoshlari Wikipediyaga o'zlari istagan ma'lumotlarni kiritgan bo'lsa, bu yilga kelib yondashuv yanada professionallashgan. Dastlab 3 mavsum davomida loyiha yoshlarimizni turli xil stipendiyalar va mukofotlar bilan taqdirlagan bo'lsa, 2025-yil avgust oyidan boshlab Wiki Marafon loyihasi nomi ostida o'z faoliyatini qayta boshladi. Bunda loyihani pro mavsumlariga, ya'ni professional mavsumlariga start berdik. Bunda marafon davomida kiritilayotgan maqolalar xuddi kitobni tarjima qilgandek tarjima qilinib o'zbek tiliga olib o'tilmoqda. Tarjima jarayonida O'zbekiston uchun ahamiyati yuqori bo'lgan mavzular tanlab olinib, mahoratli tarjima muharrirlar tomonidan tarjima qilinadi. Tahrir jarayonida bo'lsa, tahrirchilar tomonidan maqolalar o'zbek tili, imlo, grammatik qoidalari bo'yicha tahrirlab chiqiladi. Va 3-bosqichda Wikipedia faol tahrirchilari, ofis xodimlari tomonidan Wikipediyaga joylanadi. Bu jarayonlar qat'iy tizim asosida amalga oshiriladi. Mana shu 4 yil davomida o'zbekcha Wikipediya 6 million marta tahrirlanganligi uning kundan-kun rivojlanib borayotganining isbotidir. 250 mingga yaqin yoshlar esa ko'ngilli tarzda faol maqola kiritib borgan. Bugungi professional jamoa a'zolari ham mana shu yoshlar orasidan tanlangan. Men shu bugungi kunda Wiki Marafon loyihasida professional jamoada tahrirchi sifatida ishlab kelaman. Bizga maqolalar professional tarjimonlar, muharrirlar tomonidan jo'natiladi. Tizim orqali biz maqolalarni olamiz. So'ngra Wikipedia qonun qoidalariga ensiklopediya ohangda Wikipediyaga joylab boramiz. Wikipedia ochiq ensiklopediya hisoblanadi. Bunga har kim har xil maqola kiritishi mumkin va yoshlarni bunga chorlab qolamiz. Wikipediyamizni birgalikda boyitamiz. Mos ravishda o'zbekcha Wikipediya saytiga tashrif buyuruvchilar soni ham ortib bormoqda. O'ylaymizki, siz ham ular orasida borsiz.